bir qirimtatar bir joyda fotiha o'qisam dedilar, duo qilyapsam dedilar. O'zbeklar, sizga hamma narsangizga qoyil qolaman, duolaringizga hammasiga qoyil qolaman. Lekin bitta katta kamchiliklaringlar bor dedilar. Nima ekan bu adam qiziqdi so'radim. O'qimagan bo'lsalar ham ilmlari juda yuksak edi. Men bilan do'st edilar. Yetibdi shu odam. O'zbeklar hamma narsani so'rayapsizlar, tinchlik, sog'lik, boylik, mansab, hamma narsani so'rayapsizlar. Lekin shu beaql farzandimga ozgina aql ber deb so'ramayapsizlar. Mana katta payg'ambar. Sulaymon payg'ambar yaqinda o'qidik shuni. Sulaymon payg'ambar shoh bo'ldi-ku. Allohdan so'radi, nima mendan istaysan? Sulaymon payg'ambar aql edi, nima dedi bilasiz? Menga shuncha aholi berib qo'yding. Uni boshqarish uchun menga aql kerak. Menga aql berdi. Alloh nima degan ekan bilasiz? Sen mendan boylik so'ramading, toj-u taxt so'ramading, mansab so'ramading, aql so'rading. Men endi senga ularga qo'shib hammasini qo'shib beraman. Yevreylarda eng hurmat qilingan payg'ambari Sulaymon payg'ambar hisoblanadi. U juda ko'p ishlar qilgan. Kitoblari ham juda kuchli. Ularning xonadonlarida kitoblari bor, o'qishadi. Afsus, biz kitoblariga shunchalik be'etibormizki, ruslar keladi, qarang, ruslar keladi, bolasi kitob so'rasa nima deyshadi bilasiz? Indamasdan 10 ming 15 ming olib beradi. O'zbeklar kelsa nima deyshadi bilasiz? Xabar ketdi. Nima qilasan kitob? Boshingni urasan. Kitobni ham o'qirkanmi? Nima qila olasan bu kitobni o'qib? Yurundan ko'ra ovqat yeymiz. Boshimizga uramiz. Mana biz jonivormiz, faqat ovqat yeyishga keldik. O'simlikmiz. Ilmga shu darajada. Bir kun kitobim oldida turib qolib, kitob bir ayol bilan bir erkak nima dedi bilasiz? Kim yutdim? Bu kitoblarni kim oladi? Bu musor kitoblarni terib olgan, qara, hammasi makalatura. Shunaqada. Yutdim ichimga.